bugungi kunda eng katta natijaga chiqqan o'quvchilarimiz, buxgalterlarimizni bizga yoritib berishimiz kerak. Eng qiziq bo'lgan joyi hozir shu yerda bo'ldiki, demak siz bilan bizani tashkilot o'rtasida 4 oyga bo'lgan, lekin siz 4 oyga cho'zmasdan 2 oyda tugatdingiz. To'ppa-to'g'ri. Demak, 4 oylik programmani 2 oyda ham natija qilsa bo'ladi. Mana shu 2 oy o'qidim, bitirdim, hamma imtihonlarni yaxshi a'lo darajaga topshirdim. Ham menga o'sha rukovodство, ya'ni siz Yusuf aka 5 ish joy taklif qilishdi menga. Shu etapni boshidan o'tkazib olsiz. Eng yuqorini ushlaganimizda necha pulgacha olib chiqamiz? 3 gacha olib chiqsa bo'ladi. Ya'ni 3000 dollar. 3000. Milliard emas, trillionda. Bu juda ham оборотlarni qiladi. Korxona katta jarimaga tushmaslik uchun nima qilish kerak? Hamma narsani vaqtida bajarish kerak. Ya'ni Assalomu alaykum. Bugungi mana mehmonimiz O'zbekistonda juda ham taniqli bo'lgan, oboroti juda katta bo'lgan firmalarimizdan birida ish faoliyatini olib borayotgan Farruh bo'ladilar. Farruh, kelganingizdan xursand bo'ldim. Bugun o'zi bizning podkastimizning nomi bor. Haqiqatdan ham shundaymi deb nomlaganmiz. Nimaga bunaqa deganimiz esa, o'zi buni tarixiga tashlaydigan bo'lsa, ko'z tashladigan bo'lsa, moliya studiyasiga keladigan o'quvchilar haqiqatdan ham ish bilan ta'minlanadimi? Bu birinchisi. Ikkinchisi, shu yerda baribir endi inson ixlos qilib keladi va o'qiydi va natijasi qanaqa bo'ladi? Haqiqatdan ham shunaqami degan narsani o'ylab oxiri shu podkastga shu nomni berishga qaror qilganmiz o'zi aslida. Siz adashmasam nechinchi yil o'qidingiz? 2020-yil. 2020-yil. Shu 2020-yildan mana shuncha yil o'tdi. Yana bitta ko'rib sizni xursand bo'ldim qarag'aga. Endi bitta o'zingiz haqingizda qisqacha ma'lumot bersangiz, tanishtirsangiz, hozirgi kunda mana oradan salkam 5 yil o'tibdi. 5 yillik natija haqida. Bugungi podkastimiz boshqacha bo'lishi kerak. Qanaqa ma'noda desa, biz podkastlar qilardik, misol uchun yuridik sohada, huquq sohalarida qilardik. Keyin buxgalterlarni olishdi. Bugungi kunda eng dolzarb masalasi nimaki? Bugungi kunda eng katta natijaga chiqqan o'quvchilarimiz, buxgalterlarimizni bizga yoritib berishimiz kerak. Chunki mana o'zingizdan qiyoslang, mana siz mana urovingdan tepaga ko'tarilgan bitta buxgalterlardan birisizda. Endi o'sha haqida sekin-sekin ochiqlab ketsin. O'zingiz haqingizda birinchi ma'lumot. Assalomu alaykum. Taklif uchun rahmat, minnatdorman. Bu o'quv markazida, ya'ni moliya studiyasida juda ham katta anaqa bazaviy yo'lanish berdi menga. Sababi o'qituvchilari ham juda yaxshi, opit, tajribali odamlar bo'lgan. O'sha men o'qiyotgan paytim ismlari Yusuf aka. Xo'p, Qanday o'qigansiz? Yusuf akada o'qiganman, o'sha birinchi ustozim bo'lganlar. Xo'p, o'qishga kelganimda har doim maqsad bilan kelish kerak edi. Sababi agar maqsadsiz kelsa, kelajagim hech qanaqa narsa bo'lmaydi. Anaqa hozirgi paytda juda qiyin o'z o'rnini topishi. Sababi juda konkurensiya ko'pda, har xil anaqa odamlar har xilda baribir ham. O'shaga eng zo'r yutuq bu rivojlanish. Ya'ni misol o'quv markazida yaxshi anaqalar beriladi, o'sha temalar, undan tashqari yana butunlay o'rganib chiqish kerak-da baribir ham дополнительный informatsiyalar olish uchun. Bunga Norma.uz degan saytlari bor, o'sha qonuniy saytlari bor, o'shalarni o'rganib bilinish kerak. Mana misol men o'qiyotgan paytimda misol rejalar berilardi. U rejalardan tashqari men yanada o'zimga дополнительный informatsiya olib, yoritib berardim ustozimga, o'sha Yusuf akaga. Ana ko'rsatib, qanaqa nima tushunmagan joylarini tushunib olib, yaxshi gрамотно tushuntirardilar. Men shunisi yoqgan. Harakat bo'lgan ham. Farruh aka, hozirgi kunda misol mana ochiqlagan holatda gaplashadigan bo'lsak, O'zbekistonda tanilgan eng yaxshi katta korxonalarning bosh buxgalterisiz. O'sha faoliyat haqida ozgina qisqacha tushuntirib bersangiz. Va hozirgi kunda misol uchun o'zingizda ya'ni shu moliya studiyasida o'qib shu darajagacha chiqdingiz va albatta mehnatingiz orqasida. Lekin mana shu narsalarni sekin etapini tushuntirib bersangiz demoqchiman. Chunki eng keladigan odamlarda savol juda ko'p bo'ladi bizda. Ya'ni o'qisam shunaqa bo'ladimi? Keyin qanaqa bo'ladi? U yog'i qanaqa bo'ladi? Mana shu narsalarni sekin o'chiqlab bersangiz. Mana men bunaqa aytmoqchiman. Nashat оборотni oxirida aytaman, sababi boshida aytib qo'ysa, u anaqa qiziq qolmaydi. O'shanga boshida nima oxirgacha kuzatishligi kerak. Oxirgacha kuzatishsa, ya'ni biz mayli oborot haqida sekin ochiqlanamiz, to'g'ri. Xo'p, boshida o'qiyotganimda men o'zi kontrakt to'loviga gaplashgan edim. Lekin men maqsad bilan kelib,
o'zimni kelajakda mana shu buxgalter sifatida, moliya sifatida anaqa bilganim uchun man 2 oyda bitirdim. Sababi oldingi rejalarni yaxshilab o'qib olib, tayyorlanib, izlanib shu anaqaga erishdim. Ustozlarga ham katta rahmat. То, что menga как бы bu narsaga yo'l ko'rsatdi. Chunki ular bilishdi-da, то, что initsiativa bor bu odamda. Endi Как бы eng qiziq bo'lgan joyi hozir shu yerda bo'ldiki, demak ha, siz bilan bizani tashkilotlar o'rtasida 4 oyga bo'lgan, lekin ha, siz 4 oyga cho'zmasdan 2 oyda tugatdingiz. to'ppa-to'g'ri. Demak, O'sha 4 oylik programmani 2 oyda ham natija qilsa bo'ladi. bo'ladi. Bu kimga bog'liq? Bu естественно o'sha o'qiyotgan odamlarga bog'liq. Deymiz. Ha, o'shaga Chunki endi odamga bog'liq. biza sababchimiz, Ha, sizga yo'nalish beramiz, yo'q albatta. o'ziga bog'liq. Endi qarang, misol uchun kelayotgan odamlar 2 oyda bitirish uchun qanaqa bo'lishi kerak? Yo siz oldin bilimingiz bo'lganmi bu bo'yicha? Yo noldan kelganmisiz bizga? Mana насчет этого man to'g'risini aytaman, noldan kelganman. Noldan Ha, kelgan. noldan kelganman. Mhm. Anaqa boshida ozgina suhbatlashganman-da ustoz bilan dars boshlanishidan oldin. Man qayerda nima qilishim kerak deb. Ular menga yo'l berganlar. Mana mana bunaqa narsa qilinsa, mana bunaqa narsalarga erishsa bo'ladi deb. Keyin man u narsalarni analitika qilib chiqqanman hamma narsani. O'sha o'zimni dnevnoy planirovkalarim qilib, misol kunlik vaqtimdan 24 soat bo'lsa, хотя бы 3-4 soat ham normalniy yetadi agar. Anaqa Demak, u kunni to'g'ri taqsimlagan ekan. tahlilishi, planirovka dня deyiladi-da bu. Любой o'zini уважающий odamda bo'lishi kerak bu narsa. Без планировки hech narsaga erishilmaydi. To'g'ri. Вот, и будущийda ham kerakli narsalar bu. Xo'p, undan tashqari, o'sha o'quv kurslarni bitirib, mana shu 2 oy o'qidim, bitirdim, hamma imtihonlarni yaxshi a'lo darajaga topshirdim. Mhm. Ham menga o'sha rukovodство, ya'ni siz, Yusuf aka 5 ta ish joyi taklif qilishdi menga. Judayam zo'r. Mana hali eng zo'r joyini gapirgin deydi. Ya'ni biza tomonimizdan endi to'g'risi men esimdan chiqib ketgan. Chunki siz 2020-yil Ha, o'qigansiz. 20 5 yil oldin, chunki bizda o'quvchi juda ko'p. Har Mhm. bittasi bilan suhbatlashasiz-ku, lekin esimda qolgan, chunki siz kelganingizda men suhbatlashganman Ha. siz bilan. Chunki kelgansiz, kelgan paytingizda hozirgi kun bilan ancha farq bor-da. Chunki ko'zlamasdan hozir ancha mana yutuqlarga erishgansiz. U paytda endi hamma inson baribir noldan boshlaydi demoqchiman-da. Mana o'sha paytdagi holatingizda men nimani aytmoqchiman? Mana 4 oylik programmani 2 oyda bitirgansiz. Bu juda ham zo'r, lekin sizga 5 ta ish o'rni taqdim etilgan. Nima uchun degan joyga yetamanki, mana o'zingiz ham shu savolga javob bering. Buxgalter uchun til bilish qanchalik muhim? Juda katta muhim. Sababi til bu как бы so'zlar uchun-da buxgalter shotlari bo'ladi-yu, xuddi shunaqa narsa bu. Mana ya'ni aytmoqchi bo'lganim, siz rus tilida juda ham zo'r bo'lganingiz uchun Rus 5 ta vakansiya bergan. 5 ta vakansiya berilgan, to'ppa-to'g'ri. Bu yog'i nima bo'lgan? Yog'iga Yog'ini ayting. yog'iga to'g'risini aytsam, men perspektiva bor firmalarni tanlaganman o'sha 5 ta. Lekin 5 tasi ham hammasi yaxshi bo'lgan. Ya'ni anaqa perspektiva bor degani bu будущий рост bor degan kompaniyalarni tanlash kerak. Uni orasida общепит bo'lgan, ishlab chiqarish bo'lgan, u kichkina edi. Hamma anaqa import eksport oldi sotdi degan розничный торговля. Shunaqalar bor edi. Men qaysinisini tanladim? Ishlab chiqarishchi, import eksport bor firmani tanladim. Sababi u yerda уже katta pul aylanadi birinchidan, ikkinchidan juda ham katta tajriba olsa bo'ladi. Agar hammasini yo'l-yo'riga qo'yib, muomala qilib, o'qib, o'zini ko'rsatib, tillarni bilgan holda o'sha o'sish bo'ladi, to'g'ri. Ingliz tilini ham bilish zarur, chunki VET degan направление ham bor. Ularni ham anaqa bilish kerak-da. Baribir kontrakt anaqa qilib создавать qilayotgan, chunki buxgalter o'zi qo'l qo'yadi-da bir xil paytlarida. Mana anaqa SIP, DAP degan narsalar bor, ularni bilish kerak. Lekin mana Farruh, bu narsalarni bilish kerak deysiz, juda ham to'g'ri. Lekin nima deb o'ylaysiz? Bilib bormagansiz shu narsalarni, to'g'rimi? To'ppa-to'g'ri bilib. Ya'ni sizda shu imkoniyatdan foydalanish imkoni berilgan. Men nima demoqchiman bu gapim bilan ochiqroq aytadigan bo'lsa, ya'ni ko'plarda bitta tushuncha o'tirib qolgan psixologiyada, staj bo'lmasa ishga olmaydi. Bu noto'g'ri narsa. Nima uchun? Agar seni biliming bo'lsa, sen o'sha narsani hatto nazariyasini gapirib bera olsang, nazariya deganda qanaqa kitobdagi narsani aytmayman, amaliyotda bo'ladigan narsani biz o'tib beramiz u darsda. O'shani hatto kimgadir sen gapirib bera olsang, fikringni erkin bildira olsang, eplab ketadi. To'ppa-to'g'ri. Ya'ni sizda ham shunaqa holat bo'lganmi? Bo'lgan, конечно. Mana 5 ta suhbatga borgan ekan. Ha. Qaysi birini tanladingiz keyin? Orasida eng qiyinini
eng aspekt ko'p направлениялari, ya'ni производство bo'lgan, import, eksport bo'lgan joyi tanladim. Agar men розничный торговля tanlaganimda, u yerda уже yengilroq, как бы развитие bo'lmaydi-da, qo'pol anaqa etsa agar. Hmm, O'shanga har doim tanlanganda eng qiyin yo'l tanlash kerak. Chunki eng qiyin yo'lda baraka bo'ladi. to'g'ri. Lekin nima deb o'ylaysiz? Sizni shu darajada oldiga qadam tashlashingizni nima turtki bo'lgan o'zi? Oldinga qadam tashlashga bu yaxshi savol berdingiz. Xo'p. Chunki mani o'zim ham kelganimda holatim, man o'quvchi bo'lib kelganman. Mhm, Ya'ni bosh rahbar bo'lgunimgacha ustozni qo'llariga shogird bo'lib kelganman-da. mhm, Shu noldan ko'tarilishimda insonda qiyinchilik, mhm. har bitta narsani hisobiga sanda qadam bo'ladi oldiga tashlash uchun. Avvalambor maqsad ham bo'ladi, to'g'ri. Lekin bu yoqda qiyinchilik bo'lgan odamda o'sish yuqoriroq bo'ladi. Sizda ham men Shu- bilishimcha shunaqa holat bo'lgan. Ha. Boshida gaplashganimda. Shu menda eng asosiy anaqa bo'lgan turtki bu qiyinchilik bo'lgan. Ya'ni komfort bo'lmagan menda o'sha paytlari, o'sha 19-20-yilda o'sha anaqa как бы планировать qilganman. U paytlari qanaqa nima qilib o'ylanganman, uxlamaganman, o'qib chiqqanman, hamma направление qayerda yaxshi ishlar bor, qayerda nimalar bor. O'sha paytda birinchi o'rinda IT bo'lardi, Mhm. ikkinchi buxgalteriya bo'lardi, uchinchi menejment. Shunaqanaqa reytinglarni qarab qiziqardimda. Keyin o'zimni как бы shunaqa narsalarga направить qilganman. Mana Xudoga shukr, hozir hammasi yaxshi. Men umuman afsuslanmayman bu yo'nalishni tanlaganim uchun, berilganim uchun. Buxgalteriyani orqasidan nima natijalarga erishdingiz? Misol uchun nimani ayta olamiz insonlarga, "Men shu buxgalter bo'ldim va shu natijalarga erishdim." Xo'p, birinchidan bu disiplina bo'ladi. Ikkinchidan hamma narsaga juda ответственный qaraladi. Mhm. Ya'ni agar yosh anaqa buxgalterlar bo'lsa, kelajakda turmush o'rtog'i anaqa oila qursa, juda ham katta foyda bo'ladi-da bu. Как бы anaqa толчок bo'ladi bu narsaga. Endi mana shu joyida ozgina urg'u bersa, talchuk bo'ladiganda pul tomonlama nazar tutasiz. Pul tomonlama nazorat Buxgalteriyada erkinlik bo'lgandan keyin daromad ham katta bo'ladimi? Ha, albatta bo'ladi daromad. Taxminiy summa qancha hisoblasa bo'ladi? Endi odam o'ziga bog'liq. Ya mana siz shu etapni boshidan o'tkazyapsiz. Hmm, Eng yuqorini ushlaganimizda nechi hmm. pulgacha olib chiqamiz? 3 gacha olib chiqsa bo'ladi. Ya'ni $3000. 3000. Ya'ni Bemalol hozirgi anaqa kunda oladi. Ma'muriyatni Devil Farruh 3000 gacha olib chiqdilar. yo endi Juda ham yaxshi. Ya endi kapitali ham yo yaxshi. Aytmoqchi bo'lganim mana Ha, buxgalteriyani orqasidan men ko'plar bilan gaplashganimda hozirgi kunda katta yutuqlarga erishganlar bor-da. Просто mendan taklif nima bo'ladi desa, shu yutuqlaringizni shu boshlamoqchi bo'lgan insonlarga aytish. Bu nimaga kerak desa, albatta harakat bo'lsa, natija bo'ladi. Men ko'p takrorlayman, chunki menga shu fikrni ustozim singdirganlar va men o'zim 8 yildan beri rahbar bo'ladigan bo'lsam, o'sha narsani ko'rib kelyapman demoqchiman. Endi chunki bizda shunaqa tushuncha bor-da, avvalambor Allohga tavakkal qilinadi, tuyani daraxtga boylanadi. Boylamasdan turib tavakkal qilinmaydi demoqchiman-da. O'sha narsalari bo'ladi. Hozirgi kunda nechta korxona bilan o'sha faoliyatini yurityapsiz? Kattaroq. Mayli nomlarini ochiqlamaymiz. 7 ta. 7 ta. Demak, o'ziga yarasha bor. To'ppa. Shu buxgalteriyani orqasidan nima deb o'ylaysiz? Uy, joy, mashina qilish mumkinmi? Bemalol mumkin. Ya'ni shu natijalarga erishdingizmi? Albatta erishdim. Ha, oldin bo'lmagan. Yo'q, Mana oldin bo'lmagan. shu kasb orqasidanmi? Shu kasb orqasidan bo'ldi. Chunki barakali kasb. U qachon bo'ladi? Harakat qilib, anaqa qilib bo'ladi. Misol, ko'p odamlar o'ylaydiki, to что $3000 bu bitta firmadan topiladi deb. To'g'ri, unaqa firmalar bor, lekin ular juda kamda. Uning uchun нормальный tajribali odamlar kerak. Ya'ni staj, mana sertifikat, международный sertifikatlar bo'lsa, to'g'ri, gap yo'q. 3000 anaqa topsa bo'ladi. Agar mana bu yerda hammasini o'sha firmalar bilan ishlaganda, to desa bo'ladi hammasini. Mana shu joyda odamlar adashadi-da ko'p. Buxgalteriya sohasini tanlaganingizdan afsuslanasizmi, afsuslanmaysizmi hozir? Afsuslanmayman. Nimaga bu savollar berolmadim desa, agar siz buxgalteriyaga kelmaganingizda nima sohani tanlagan bo'lardingiz? Xo'p, menejerligini, o'sha menejer, управляющий mana bunaqa narsalarni tanlagan bo'lardim. Lekin men Nima uchun unda buxgalteriyani tanladingiz? hisobotni Chunki tanlashda insonda bilasiz, ikkilanish bo'ladi. Chunki bizga ham kelayotganlarda bu
savollar berishimdan maqsad ikkilanish ko'p bo'ladi. Mhm. Shu ikkilanishda nimaga qarab siz shu yo'nalish ushlab ketdingiz? Birinchi bo'lib bu ustozga qarabdi deb aytsam bo'ladi. Sababi yo'lini ko'rsatdilar, qanaqa nima bo'ladi. Ustoz tanlashda adashish kerak. Ha, to'ppa-to'g'ri. Siz ustoz tanlashda adashdingizmi, adashmadingizmi? Chunki Adashmadim. 4 oy bilim olmadingiz, 2 oy oldingiz. Ha. Misolda, lekin mani fikrim, san shu 2 oylik bilim bilan shu darajaga erishdingmi deyish ham o'zi bu noto'g'ri. Lekin fundamental bilim kuchli bo'lishi kerak. Hmm. Ya'ni shu fundamental bilimni kuchlisini siz ola oldingizmi Yusufjondan? To'ppa-to'g'ri oldim. Ola oldingiz. Shu uchun o'sha bu yog'i bo'lib ketdi. Yog'ni уже tajriba, opit hamma narsa yig'ilib ketaveradida, kopilkada hammasi yig'ilib Mana qarang, ketadi. bizada mana o'qidingiz 2 oyda shu mavzular bo'yicha eng yoqqani va eng yoqmagani bo'lishi yoki eng qiyin tuyulgan mavzular bo'lishi mumkin sizda. Qaysi biri bo'lgan yoki bundoq zo'r esda qolarli mavzular ham bo'ladi-yu. Производство 20-счетlar. Ishlab chiqarish. Ishlab chiqarish. Eng qiyini, lekin eng interesniy anaqalarida qiziqarli. Praktikangizda shu o'tilgan narsalarga duch keldingizmi? Ha, duch kelinadi albatta. Sizga qanchalik foydasi tegan? Xo'p, насчет foiz aytsa bo'ladi. Tam 70-80% foydasi tegdi. Sababi qolgan 20% уже u firmani o'ziga taalluqli narsalarda tam. Chunki har doim firmaga moslashish kerak. Buxgalteriyani. Chunki har doim har xil firmalarda har xil направлениyalar. Lekin bazoviydan ko'p foiz anaqa bo'ldi. Ko'p yordam. Ko'p yordam berdi. Shu kungacha ustozingiz baribir ustoz bilan muloqotda bo'lib turasiz, to'g'rimi? Yosh Qanaqa yordamlar? Yaxshi yordamlar, o'sha поддержкалari bor. Misol bilmagan, tushunmagan joylarimda o'sha paytlarda o'sha anaqa turtki berardilar. Mana bunaqa qilsam, mana bunaqa bo'ladi. O'shanga bunga ham juda katta rahmat aytaman. Yusufjon o'zi zo'r o'qituvchi. Chunki nechta o'quvchi chiqarsa ham hattoki ahamiyat berib turaman. Dars 2,5 soatda tugasa, 2,5 soatiga ham qaramaydi. Misol uchun 3 soat o'tadi. Bunaqa o'qituvchilarimiz ko'payaversin, avvalambor. Endi aytmoqchi bo'lganim, Farruxbek, shu ikkilanib turgan o'quvchilarga nima tavsiya berasiz? Misol shu yo'lni tanlolmay yoki qilsammikin, qilmasammikin degan tushunchalar ko'p hozirgi kunda. Bizga endi ko'proq shu bo'ladigan murojaatdan kelib chiqib shu savollarni natijaga erishgan odamga beramiz. Men o'zim anaqamdan, tajribamdan aytaman. Birinchi bo'lib yaxshi ustozlar topish kerak, yaxshi o'quv markazini topish kerak. Ya'ni o'sha moliya studiyasi deb hisoblayman men. Chunki men o'zim o'qib, o'zim hamma narsasini o'tganman mana. 20-yillarda hammasi. 5 yillik natija bor. 5 yillik natija bor o'sha aytgan narsa, hamma narsalar. Bu boshlanish. Juda ham zo'r. Yolg'iz. Endi boyaga qiziq qolib ketgan joyi bor-da endi. Mana deylu, shu yerda ta'lim olib, shuni orqasida natijaga erishgan o'quvchimizni deylu buxgalteriyasini yuritayotganda oboroti hammaga qiziq. Chunki men aytmoqchi bo'lgan narsam, oddiy o'quv markazini bitirib, bunaqa katta oborotda ishlolmaysan deydiganlar ham chiqishi mumkin. Shunga fikringiz qanaqa? Bu noto'g'ri fikr. Noto'g'ri fikr. Sababi odam o'zidan bog'liq. O'sha markazlardan ham bog'liq. Chunki ular birinchi anaqa nastavnik bo'ladi-da, birinchi turtki bo'ladi. Agar o'sha odamlar qanaqa bo'lsa, bola ham shunaqa bo'ladi. Shunaqa. Mana shuncha ishladingiz, ko'rdingiz. Hozirgi holatda sizni yuritadigan korxonalaringiz taniqli korxonalar. Mayli summa jihatdan gaplashaylik. Summada qanaqa oborot qilishadi? Men valyutaga bog'lamaymiz, so'mni o'zimiz natsional anaqani milliard emas, trillionda. Juda ham oborotni anaqalari. Demak, har holda kichkina korxona emas-da. Juda ham zo'r. Bundan ham sonlari ko'payaversin, Farruh aka, juda ham zo'r. Farruh aka, yana bitta qiziq savol bor. Mana 7 ta korxonaga olib chiqib olgansiz. Bu endi 0 oborot emas, katta oborotlilar haqida gap ketyapti. Shu 7 ta qilguncha harakat yoki nimani orqasidan bu 7 ta bo'ladi? Shu narsa ham qiziq. Nimaga? Men o'zim biladiganim amaliyotda bor, firma chiqmayapti-da, korxona chiqmayapti-da, firmangiz bormi? Menga murojaat qilaveradi-da. O'zidan o'zi kelmaydi deyman. Endi meni amaliyotim misol uchun boshqa deyman. Chunki endi hamma har xil fikrli, san rahbarsan, sanga ko'p keladi, ko'p murojaat bo'ladi. Misol uchun meni oldimda mana o'quvchilikdan chiqqan katta buxgalter o'tiribdi. Sizda holat qanaqa bo'lgan? Deylik, shu 7 tagacha bo'lgan jarayon va insonlarga tavsiya, misol uchun 7 taga qanaqa olib chiqilinadi? Tavsiya.
Birinchidan bu o'sha qilingan mehnat orqali bo'lgan. Ikkinchidan, mana misol определённый rezultatga kelganingizdan keyin anaqa firmalar ham juda umumniy rahbarlari bo'ladi. O'sha ko'radi, qaraydi, qayerda nima bo'ladi. O'sha bir xil paytda firmalar o'zi telefon qilib, o'zi O'zi topib, o'zligi chiqishgan bo'ladi. Shuni orqasidan Ha, firmalar o'shanisi ham orqasi. Ha. to'ppa-to'g'ri. Chunki bizada ham aytganingizdek shunaqa. Misol agar ishini vaqtida qilib bersang, Hmm. sifatli ravishda qilib bera olsang, u yoqda muammo bo'lmaydi. Ha, Chunki shunaqa buxgalterlarni bilamiz, 10 ta 20 ta firmani oladi, lekin uspet qilmaydi. bunisi ham bor. Lekin shunaqa holatlari ham bo'ladi. O'zi savol bersang, o'zi yaxshi qilmaydi. Hmm. Aytganingizdek, xuddi shunaqa. Misol uchun Farruh aka, sizni tajribangizda qanaqa holat bo'lgan deyilu, buxgalterda xato qilgan joyingiz, Hmm. buxgalter sifatida va o'sha xato tufayli misol keyin o'sha narsa qilmaslik. Bizga ham qiziqdi, nimada xato qilgansiz, qanaqa bo'lgan? O'sha narsa ham baribir insonda o'sha xato qilmasligi uchun o'sha narsani keyin diqqatli bo'ladi demoqchiman. To'g'ri. Mana misol endi u NDS bo'yicha bo'lgan anaqa muammo bo'lib qoldi bitta. Уже 20-chисло, ya'ni hisobot topshiradigan kun bo'lgan NDSda. Xo'p, mana bu elektroenergiya, elektrosetlar как бы anaqa счет faktura sal kechroq beradi-da qolganlaridan ko'ra. Shu sababli men hisobot topshirib yubordim. Qarasam, elektroenergiyadan kelibdi o'sha faktura, счет faktura, ya'ni zachет qilinadi o'sha. Ko'ryapman, уже hisobot topshirib bo'lgan ekanman-da. O'sha yomon juda ko'p afsuslandim birinchidan. Ikkinchidan yana перерасчет, bu уже Minus. minus. O'shan bilan как бы nastroy ham tushib ketdi. Lekin uni oldini olish anaqasi yo'li bu ular bilan gaplashib qo'yish kerak. То, что mana bunaqa anaqa bir E'tiborli. o'sha e'tiborli vaqtida anaqa bo'lishi kerak. O'zi shu uchun ham o'z vaqtidalik prinsipi beriladi bizada buxgalterlarga, ya'ni vaqtida qilish. Endi yana bir narsa Farruh aka, kuchli buxgalter bilan oddiy buxgalter nimasi bilan farqlisiz? Sizning fikringiz? Chunki buxgalterlar juda ko'p-da. Biz ham mana o'quvchilarni ijobiy natijaga bitirganini olib boramiz. Va ijobiyga o'tolmagan o'quvchilar ham juda ko'p bo'lishi mumkin. Nimaga? Harakat qilmaganda. Lekin suhbatga borganda ikki xil natija chiqadi. Lekin bundan o'ylab qarasa, bu ham buxgalterman deydi, bunisi ham buxgalterman deydi. Siz nimasi bilan farqlisiz? Kuchli buxgalterni va kuchsiz buxgalterni? Birinchi bo'lib ilmni farqlayman. Ikkinchi stress ustойчивость. Chunki bu juda katta anaqa narsa-da buxgalteriya. И detalnisi ham juda ko'p bo'lishi kerak. Счетlar bilan ishlanadi, pullar bilan ishlanadi. Ancha-muncha odamlar bilan suhbatlanish kerak. Tam налоговый komitet, agar birja bo'lsa, birja bilan, bank bilan, xodimlari bilan muomala qilish kerak, o'sha muomalali bo'lish kerak, tushunish kerak odam bir-birini. Misol tamo'jnalar bilan gaplashish kerak, mana bunaqa har xil o'zini tamo'jnani aksizlari bo'ladi, poshlinalari bo'ladi. Shularni hamma narsani bilish kerak. Kuchli buxgalter hamma narsani bilishi kerak. Bo'ldi. Qarang, Bitta mana narsani rahbar bilan bir xil yurasiz. Misol uchun gilamning buxgalter rahbar bilan bir xil yuradi. Sizga ham suhbatga odam kelishi mumkin-ku, misol uchun xodim bo'lsa, Farruh gaplashib ko'ring deyishadi. To'g'rimi? Shunaqa holat bo'ladi. Pomощник bormi o'zi sizda hozir? Bor pomощник. Nechta pomощник buxgalter bor? 4 ta. Voy, молодец. 4 ta qilib qo'ydingizmi? 4 ta o'quvchini qayerdan olgansiz? Bizada olganmisiz? Juda ham yaxshi. Men aytmoqchi bo'lganim, birinchi suhbatga kelgan o'quvchini savol javobini qanaqa boshlaysiz? Hop. Menga shu qiziq, nimagaki, men o'zim ham rahbarman. Savol javobni nimasiga qarashimni keyin aytaman. Siz nimasiga qaraysiz? Birinchi очередь men счет учетga qarayman. Sababi счет учет bu buxgalteriyaning tili. Agar счет учетga to'g'ri javob bersa, so'rayman, aktivmi, passivmi, nima счетlar bilan bu anaqa shug'ullanadi, anaqalar. Agar bu jarayondan o'tsa, keyingi savollar keladi. Birinchi kim savol javob qiladi? Rahbar savol javob qiladimi? Yo birinchi sizga yo'naltirib yuboradimi? Birinchi savol javob o'zi aslida отдел kadr bo'ladi. Отдел kadrdan keyin ulardan o'tsa keyin keladi. Keyin anaqa. Men fikrimni aytadigan bo'lsam, birinchi o'chirda kelgan odamni o'zi aslida nimasiga qarayman desa, gap so'ziga qarayman. Agar dadil bo'lsa, eplasa, keyin ikkinchi o'chirda to'g'ri bilim bo'yicha ham savol javob qilasiz. Ya'ni yaxshi bo'lsa, u yog'iga eplab ketsa bo'ladi demoqchiman. Mana endi men bu narsani ham so'ramoqchi edim. Buxgalteriyada qaysi joyida
shu malaka oshirdingiz, endi baribir o'qigansiz, yana ustingizda ishladingiz. O'sha narsani bilganingiz uchun korxona katta yutuqqa yetishib ketgan. Chunki bilasiz, nima qilsa buxgalter pastga tushirib yuborishi mumkin. Ha. Agar kuchli bo'lsa, tepaga olib chiqib ketishi mumkin. Yaqinda mana Yusufjonni o'zida bo'lib turgan, shu kecha kunduz bo'lib turgan narsada bor. Endi zacheti bo'yicha juda katta summani qaytarish bo'yicha o'sha harakatini qilyapti. Ya'ni mana shu ham bitta buxgalterni bilimi haqida gap ketyapti-da, demoqchiman. Mana misol Amaliyotda bo'ldimi o'zi? Ha, bo'ldi, juda ko'p bo'ladi. Misol 2022-yilda bo'lganda bu narsa biza import qilganmiz mahsulotni. Xo'p, import biz juda ko'p qilamiz. Bir oyda где-то 20 ta, 30 tacha importlar qilamiz-da, o'sha katta anaqa объемdagi importlar. O'shandan 20 taning ichidan bittasi zachetga kirmagan ekan GTD bo'yicha. Ya'ni tamojna soliqqa integratsiya qilmaganda qolib ketgan. Aslida bu avtomat bo'ladi. Bir xil buxgalterlar buni e'tibor bermasdan, tekshirmasdan o'tib ketaveradi, chunki avtomat bo'ladi-yu deydi. Lekin u paytda qolib ketuvdi. Ha. O'shandan keyin o'sha bitta audit har doim men tekshiraman-da, oy tugaydi-yu, oyi bittalab tekshiraman. Hamma narsa prixod, chunki o'zimga yoqadi bu narsa, ham o'zim ertaga bemalol uxlayveraman. Hamma narsa yaxshi degan tinch bo'laman. Bo'lmasa keyin ketidan to'g'ri, hamma narsa bo'lib chiqishi mumkin-da. Hisob-kitoblaringiz bir-biriga to'g'ri kelmasligi mumkin. To'g'ri. Juda ham yaxshi. Keyin surishtirib, tekshirib qarasam, o'sha ADNS bilan soliq MDS отчёtlar bilan solishtirdim. Chunki men GTD asos kiritdaman ADNS anaqalariga, importli narsalarni. Qarasam ADNSimda 20 ta, soliqda 19 ta. O'shandan qaysinisi imindaligini topib, hujjatlarni anaqa qilib, soliq komitetiga обращение yozib, xat yozib, pismolarda mana mamnaqa chistoda, mamnaqa GTD, mamnaqa summada sizlarda zachet olinmagan edi. Shu asos menga zachetimga qilib beringlar deb, первый zachetni topshiraman deb xat yozganman. Xat yozish demak, buxgalter uchun kerak. Juda kerak narsa, lekin ancha-muncha narsa hal qilsa bo'ladi u orqali. Glavoy o'sha ma'noni anaqa bildirib berish, yoritib berish kerak-da o'sha. Chunki men ham ko'p o'quvchilarga shu maslahatni beraman. Davlat tilida ish yurituv degan kitob bor. Ya'ni bu kitobda hamma yozilishi mumkin bo'lgan namunalar keltiriladi. Buyruqlari bormi, arizalari bormi yoki xat yozishmalari bormi, hamma namuna beriladi-da. Chunki ko'p yoshlarimiz hozir oqsab qoladigan ayrim muammosidan biri shu. Ya'ni misol uchun davlat tashkilotlariga bo'ladimi yoki korxonalarga bo'ladimi, xat yozishda to'g'ri yozish degan ma'no sal qiyin demoqchiman-da. Misol mana o'zingiz bilasiz, agar korxona nomini o'zgartirsa yoki adreslari o'zgarsa, uje bilasiz, hamkorlarga, kontragentlarga bittadan uje xat yozib chiqish kerak bo'ladi. Endi o'shani yozish jarayoni ham bir qiyin bo'lib qoladi. Keyin ko'p narsaga kuzatasiz, o'zingizdan bilasiz. Katta gruppalarimiz bor, ya'ni buxgalteriya guruhlari bor. Shu guruhlarda ko'p narsani so'rashadi. Bu xat bormi, bu do'g'ri bormi, bu xat bor, shablon bormi? Nimaga shu o'zida ishlamaydi, qilmaydi deysiz. Misol uchun sizda ham bo'lmaganmi do'g'rilar? Bo'ladi-yu, to'g'rimi? Siz nima qilasiz? Siz ham shunaqa so'rab o'tirasiz? Yo'q. Endi har xil vaziyatlar bo'ladi, har xil anaqa, lekin v основном odam o'zi qilgani yaxshi baribir ham. Sababi ertaga kerak bo'ladi. Misol bu joyga borib gaplashganingizda shabloningizga qarab o'qimaysiz, to'g'rimi? To'g'ri. Qaytadan korxona o'ziga moslashtirish kerak deb o'ylayman. Chunki force majorli bo'lgan holatlar bor-da. Deylu mebel yetkazib berish bo'lgan, tovar uchun alohida summa, yetkazib berish uchun alohida, lekin u yerda keltirilmagan. Mana muammoli holat o'sha force major chiqyapti. Mijoz talab qilyapti. Sen olib kelib berishing kerak desa, men olib kelib bermayman. Chunki men faqatgina sen tovarga to'layman. Ya'ni shartnoma bandlari ko'p narsada rol o'ynaydi demoqchiman. Chunki men ertaga sud-mud bo'lib qolishi mumkin. Force major bor. Force major o'sha u asosiy ofitsialniy dokumentlarga qaraydi, mana anaqalarga qarang. Juda ham to'g'ri. Qonunchilikni bilish ham ko'p narsani hal qiladi. Agar bu yerda nimaga unaqa desangiz, oddiy bir misol, kassa apparatini to'g'ri ishlatish. Oddiysi, misol uchun fiskal belgilar o'sha chekini bermasa, o'sha bilasiz, avtomat ravishda 5 milliondan ketdi, bu yog'iga qayta ketaveradi. Jarimalar beriladi, hamma narsasi anaqasi. O'shanga gрамотный buxgalter hamma narsasini bilish kerak-da, o'sha o'zini ketayotgan anaqa направленияsi bo'yicha. Ertaga muammo bo'lmasligi uchun, mana anaqa yomon shtraflar bo'lmasligi uchun, yomon ko'rinmasligi uchun rahbariyatga. Korxona katta jarimaga tushmasligi uchun nima qilish kerak?
hamma narsani vaqtida bajarish kerak. Ya'ni Ya'ni misol hisobot davrini ertaroq topshirib qo'yish kerak. Ya'ni manaqa balli sistema bo'lganda hozir налоговый mm, komiteti mana shu o'sha hisobotlarni vaqtida topshirib, predoplatalar anaqalar qilib yursa, o'sha balli sistema ko'tariladi. И как бы anaqa положительный firmaga lьготаlar ham beriladi-da soliq demak, tomonidan. korxonani vaqtida hisobotini topshirib bersa, bizani ballamiz ko'tariladi. Ha, ballar. Ball ko'tarilsa, bu demak korxona uchun yutuq. Yutuq, To'g'ri, ha. indekslarni qaytarib berish masalalari Ha, ko'tariladi. ha, ha. Hamma narsa. Demak, korxonani ligirovkasi buxgalteriga Juda katta. juda katta ahamiyatga ega. Ahamiyatga ega. To'g'ri. Judayam to'g'ri. Misol mana agar 100 o'sha 3 ta, ya'ni 100 ball bo'lsa, mana kameral tekshiruv unaqa narsalar umuman o'tilmaydi. Sababi uje hamma narsa avtomatizirованныйda soliq komitetida. O'sha avtokameral degan narsa programmalari bor. O'sha yacheykalariga qarab anaqa qilib tekshirib, agar 100 ball bo'lsa, o'sha bemalol ishlab anaqa. Bu uchun ancha mehnat qilish kerak. Ancha mehnat qilish Ancha kerak. mehnat qilish kerak, to'g'ri. Farruxbek aka, o'zingizdan kelib chiqqan holatda do'stona va shu keladigan o'quvchilarga fikringiz hamda ularga maslahatingiz, misol uchun nima degan bo'lardingiz? Hop, eng asosiy narsa bu maqsad qo'yib kelishda. Misol o'qishga kelgandan keyin ustoz bergan narsalar to'g'ri yaxshi, lekin undan tashqari yana ko'proq bilim olgan yaxshi. Hozirgi paytda o'sha sotshet juda rivojlanib ketganda, internet tarmoqlari agar uni to'g'ri ishlatsa, juda ham katta anaqa foyda tegadi odam o'ziga. Ham vaqt ekonomiya bo'ladi, ham tezroq o'sha yaxshi ko'rgan ishga oyiga turib ketib, ishlab ketishga yaxshi bo'ladi. Hop, keyin umuman afsuslanmash kerak, o'sha tanlangan soha bo'yicha oxirigacha bosish kerak. Judayam to'g'ri. Farruxbek aka, mana bugungi podkastimiz qisqa bo'lsa ham, lekin ma'noli, mazmunli bo'ldi degan umiddaman. Sizga ham kattakon rahmat va albatta bizani kuzatuvchilarimiz uchun ham Xudo xolasa manfaatli bo'lgan degan umiddamiz. Kelganingizdan, tashrif buyurganingizda biz ham xursand bo'ldik. Rahmat. Rahmat.